Assalomu alaykum hammaga, men Elbek Nabiyev. Bugungi videoda YouTube'ga telefon orqali shorts videolar yuklab, pul ishlashni o'rganamiz. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, amerikanskiy YouTube'dan o'rganish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoga like bosishni unutmang. Qani, ketdik. Do'stlar, bizda Weldon degan kanal bor. Ko'rishingiz mumkin, Weldon degan kanalda aktivi juda yaxshi. Bir hafta avval 1,5 million prosmotr olgan, 200 mingta, deyarli 300 mingtaga yaqin, 200 mingta, 150 mingta shunaqa shorts videolar yuklaydi. Videolarni hozir namunasini ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, shunaqa telefon uchun mo'ljallangan o'yin bor. Bunda shunaqa dollar pul qiladi, yurib tangalar yig'adi va yuqoridan Ronaldoning rasmlari, statuslari chiqadi va ovoz effektlari, musiqalari bilan montaj qilinadi. Mana ko'rib turibsizlar, ko'proq pul ishladi. Day 1, ya'ni kun 1 edi, keyin day 44 qilib, 44-kun qilib, Ronaldoning rasmini o'zgartirib, o'yinda musiqasini ham o'zgartirib yubordi. Xuddi shunday edit bo'laveradi. Bunda har safar pul ko'payganda rasmlar o'zgaradi, ovoz effektlari va musiqalar o'zgaradi. Har bitta videosi xuddi shunday 30 soniya davomida o'ynalgan va CapCut orqali telefondan montaj qilingan. Xo'p, bunaqa kanallarni ko'tarish oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Har kuni bitta yoki ikkita, uchtagacha shorts yuklashingiz mumkin. Eng muhimi montajni sifatli qilishingiz kerak bo'ladi va muntazam yurishingiz kerak bo'ladi. Prosmotrlar o'rtacha 30 mingtadan 1 milliongacha borishi mumkin. Hozir futbol trendtaligi uchun imkon qadar mashhur futbolchilardan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, Ronaldoni muxlislari ko'pligi uchun Ronaldoni memlaridan foydalansangiz, sizda katta prosmotr bo'lishi aniq do'stlar. Bunaqa yo'nalishda videolar yasab montaj qilishda hozir telefonda noldan sizlarga o'rgatib qo'yaman. Lekin undan avval sizlarga juda ham foydali bo'lgan Telegram kanalimni tavsiya qilmoqchiman. Telegramda Elbek Nabiyev YouTube klub nomli kanalim bor. Bu kanalda men o'zimda va shogirdlarimda natijalarni tashlab boraman. Foydali xizmatlarimiz bor va har hafta jonli darslar o'tib boraman va sizlar uchun juda ham foydali narsalarni o'rgatib boraman. Bu kanalga qo'shilsangiz, siz amerikanskiy YouTube'dan pul ishlash bo'yicha hamma narsani o'rganib olishingiz mumkin va ko'plab maslahatlar beraman. O'zim bilan shaxsan gaplashish imkoniyatingiz bor do'stlar. Undan tashqari sizlarda kompyuter yo'q bo'lsa, Minecraft yo'nalishi bo'yicha 50 ming so'mdan uzun videolar va shorts videolar 40 ming so'mdan yasab berilyapti. Bu xizmatlarimiz yordamida siz telefon orqali ham kompyuter yo'nalishida kanal yurishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimda linki YouTube kanalimda profil qismida va ushbu videoni kommentariyasiga belgilab qo'yganman. Bemalol o'tib obuna bo'lsangiz bo'ladi. Endi esa shunday videolar yasashni o'rganamiz. Qani, ketdik. Birinchi o'rinda telefon orqali Play Market yoki App Store ga kirib, Money Rush deb qidiramiz. Bizda turli xil o'yinlar chiqib keladi, har xillaridan foydalansangiz bo'ladi, lekin bu yerda eng originalga o'xshagani ushbu o'yin. Aynan o'sha videoda mana shu o'yin ishlatilgan edi. Bu o'yinni siz yuklab olasiz, o'ynash juda oddiy, shunchaki o'ynab ketaverasiz va ekran zapis qilib 30 soniyadan uzoqqa 40 soniyagacha bo'lib o'ynab 40 olishingiz kerak bo'ladi. Bunisi juda oddiy. Undan keyin YouTube ga kirib CapCut Shorts Edit Tutorial deb qidiramiz. Juda ham ko'p CapCutda montaj qilish sirlari o'rgatilgan. Agar siz telefonda montaj qilishni bilmasangiz, ushbu video roliklardan ko'rib, har qanaqa trenddagi video montajlarni tekinga o'rganib olsangiz bo'ladi. Shunchaki buni orqasidan takrorlaysiz, bo'ldi. Tilni bilishingiz shart bo'lmaydi do'stlar. Bular juda ham oson. Undan keyin Ronaldo Edit Photo deb Google ga qidiramiz va o'sha o'yinda tepasida turadigan Ronaldoning rasmlarini, har xillarini, o'zga yoqqanlarini bu yerdan yuklab olib, saralasangiz bo'ladi. Undan keyin do'stlar, edit uchun musiqalar, men Telegram kanalimda eng zo'r musiqalar tashlab qo'yaman. Albatta bu musiqalarning hammasini siz Elbek Nabiyev nomli Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Telegram kanalimga juda ham foydali materiallarni va foydali shablonlar tashlab boraman. Xullas do'stlar, xuddi shunday qilib, kuniga ikkitadan video yasab yuklaysiz. Soat 8:00 da va ertalabki 5:00 da yuklashingizni tavsiya qilaman. Do'stlar, agar siz amerikanskiy YouTube'da noldan boshlab 3 oyda natija qilishda to'liq strategiyasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bundan avvalgi chiqargan videomni tavsiya qilaman. Shu videoni oxirida ustiga qo'yib qo'yaman. Bemalol ustiga bosib ko'rib olsangiz bo'ladi. Ushbu video orqali men natijagacha bo'lgan barcha qadamni bepulga tushuntirganman. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, YouTube va Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing hamda keyingi videoda nimani o'rgatishimni xohlaysiz, buni kommentariyada yozib qoldiring.